Respublikamiz bo'ylab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 26-maydagi suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 99-sonli farmoni mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish hamda suv fondi yerlaridan foydalanish samaradorligini oshirish, shuningdek, sohada tenglik, bozor tamoyillariga asoslangan ilg'or xorijiy tajribani joriy etgan holda suv fondi yerlaridan qo'shimcha iqtisodiy samara olish va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida suv xo'jaligi masalalari bo'yicha ko'rgazmali seminarlar o'tkazilmoqda. Ana shunday seminar Jizzax viloyatida ham tashkil etildi. Tadbirda suv xo'jaligi tizim tashkilotlari va mutaxassislari, suv iste'molchilari va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Seminar davomida ishtirokchilarga farmon ijrosini joylarda samarali tashkil etish, suv resurslarini tejash, suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish hamda sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning ahamiyati haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Seminarning amaliy qismida Janubiy Mirzacho'l magistral kanalida ekoturizmni tashkil etish maqsadida Paxtakor tumani Samarqand MFdan oqib o'tuvchi kanalning qirg'oqbo'yi mintaqasida yer maydoni 50 gektarni tashkil etadigan shaharcha markaziga yaqin hududdan tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholi uchun zamonaviy dam olish maskanlari va yengil inshootlar qurilib, aholi dam olishi, ko'ngil ochar o'yingohlar va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tashkil etish ishlari tajribasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan Paxtakor tumani Oltinko'l mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Yur 23 kanali suv havzasida cho'milish va aholining dam olishi uchun markaz hamda Do'stlik tumani Mevazor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi R12 kanalida shaharcha markaziga yaqin hududda tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholi uchun zamonaviy dam olish maskanlari va inshootlar qurilib, aholi dam olishi, ko'ngil ochar o'yingohlar tashkil etish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham ko'zdan kechirildi. Mazkur yondashuvlar yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, yer maydonlarini kengaytirish hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Tadbir yakunida farmonda belgilangan vazifalarni joylarda samarali tashkil etish, sohada bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy qilish va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi.